Hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish, aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlari yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi ishchi guruhi tomonidan Qashqadaryo viloyatida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar o'rganildi. Davlatimiz rahbarining 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining hududlar kesimida ijro etilishi holati ustidan ta'sirchan parlament nazoratini amalga oshirish maqsadida Respublika ishchi guruhining o'rganishlari Yakkabog' tumanidan boshlandi. Dastlab Ayg'irko'l mahallasining yettiligi faoliyati bilan yaqindan tanishildi. Unda kiberxavfsizlikni ta'minlash, aholini ish bilan band qilish, ekologik muammolarni hal etish, chiqindilar masalasi hamda kam ta'minlangan oilalar farovonligini oshirish borasida amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. Tumanda jami 59 ta mahalla bo'lib, Ayg'irko'l mahallasida o'tgan yili 35 ta tadbirkorlik loyihasi amalga oshirildi. Joriy yilda esa mahallalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 700 million so'm mablag' ajratilgan bo'lib, shundan 260 million so'mi aholiga kredit tarzida yo'naltirilgan. Bugungi kunga qadar 10 ta mikro loyiha ishga tushib, 35 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi. Mahalla faollari bilan uchrashuvda muammolar ko'tarilib, ularni mahalliy ijro hokimiyati organlari bilan birgalikda joyida hal etish choralari ko'rildi. Respublika darajasidagi muammolar siyosiy partiyalar fraksiyalariga taqdim etiladigan bo'ldi. Uchrashuvlar jarayonida ekologik muammolar, ichimlik suv muammosi deymizmi, O'zbekiston 2030 strategiyasidan kelib chiqib, qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish bo'yicha suv tejovchi texnologiyalardan samarali foydalanish, aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash masalalarini ham bir vaqt o'zida biz o'rganib boryapmiz. Joyda hal qilish choralarini ham ko'rib bordik. Albatta partiyamizda barcha o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bilan mahalliy kengash deputatlarining hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Ishchi guruh a'zolari partiya faollari bilan birgalikda Eko bozor faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar. Bunday majmualarni boshqa joylarda ham qurish masalasi o'rganildi. Bu yerda ayni paytda 180 dan ortiq tadbirkorlar faoliyat yuritadi. 300 dan ziyod aholi ish bilan ta'minlangan. Shuningdek, tumanda chorvachilik sohasini rivojlantirish, aholini sifatli go'sht mahsulotlari bilan ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Ishchi guruh agrofermada bo'lib, chorva mollarini yanada ko'paytirish, aholini go'sht mahsulotiga bo'lgan talabini qondirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Tumandagi o'rganishlar bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilandi.